Bugun men pensiyasini bank kartasiga oladigan har bir odam bilishi shart bo'lgan juda muhim masalani tushuntirib beraman. Bu gap faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlariga, nabralariga, qarindoshlariga ham tegishli. Chunki bitta noto'g'ri harakat, bitta tekshirilmagan SMS, bitta begona odamga aytilgan kod pensiya pulining yo'qolishiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari karta muddati, bank komissiyasi, naqd pul yechish, qarzdorlik, bloklanish, ishonchnoma, yashash joyi o'zgarishi kabi masalalarda ham ko'pchilik xato qiladi. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu ma'lumotni pensiya oladigan yaqinlaringizga ham yuboring. Men bugun hammasini oddiy tilda, hayotiy misollar bilan nimadan ehtiyot bo'lish kerakligini va qanday yo'l tutish kerakligini birma-bir tushuntiraman. Avvallari ko'pchilik pensiyani naqd pul ko'rinishida olardi. Kimdir pochtachi orqali uyida olardi. Kimdir belgilangan joyga borib olardi. Kimdir mahalladagi tanish odam orqali xabar kutardi. Bunday tartibning ham o'z qulay tomoni bor edi. Keksa odam bankka bormasdi, karta ishlatmasdi, parol eslab yurmasdi. Lekin muammo ham ko'p edi. Pul kechikib kelishi mumkin edi. Navbat bo'lardi, uyda bo'lmasa qayta kelishini kutardi. Ba'zan qarindoshlar orasida tushunmovchilik chiqardi. Yana eng muhimi, naqd pul yo'qolsa yoki o'g'irlansa, uni qaytarish deyarli imkonsiz bo'lardi. Hozir esa pensiyani kartaga olish kengayib ketdi. Bu zamonaviy va qulay yo'l. Pul tushishi bilan SMS keladi. Istagan vaqtda bankomatdan yechish mumkin. Do'konda karta bilan to'lash mumkin. Kommunal to'lovlarni uyda o'tirib amalga oshirish mumkin. Lekin men ekspert sifatida doim bitta narsani aytaman. Karta qulaylik bilan birga mas'uliyat ham olib keladi. Karta bu shunchaki plastik emas. Bu sizning pensiya pulingizga kirish kalitidir. Kalitni begona odamga bersangiz, uyga kim kirganini keyin aniqlash qiyin bo'lgani kabi. Karta ma'lumotlarini yoki SMS kodni bersangiz, pulni qaytarish ham juda murakkab bo'lishi mumkin. Eng katta o'zgarish shundaki, endi ko'p jarayonlar raqamli bo'ldi. Bank ilovasi, SMS xabarnoma, PIN kod, karta raqami, amal qilish muddati, CVV kod, mobil telefon raqami. Bankomat, onlayn to'lovlar, bularning hammasi pensiya oluvchining kundalik hayotiga kirib keldi. Ammo ko'p pensionerlar bularni to'liq tushunmaydi. Firibgarlar aynan shu bilimsizlikdan foydalanadi. Ular o'zini bank xodimi, pensiya jamg'armasi xodimi, soliq idorasi vakili, hatto mahalla yoki ijtimoiy yordam bo'limi xodimi qilib ko'rsatadi. Maqsad bitta, kartadagi pulga kirish. Birinchi muhim qoida, bank xodimi hech qachon sizdan SMS kodni, karta orqasidagi 3 xonali kodni yoki PIN kodni so'ramaydi. Agar kimdir telefon qilib, pensiyangiz kartaga tushishi uchun kodni ayting, kartangiz bloklanmasligi uchun SMSdagi raqamni ayting, yangi tizimga ulash uchun karta ma'lumotlarini tekshiramiz desa, bu juda xavfli signal. Men bunday vaziyatda odamga bitta gapni maslahat beraman. Suhbatni darhol to'xtating va o'zingiz bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling yoki bank filialiga boring. Masalan, 18 yoshli pensionerning kartasiga oyiga 1.400.000 so'm pensiya tushadi. Unga begona raqamdan qo'ng'iroq qilib, sizga qo'shimcha 300.000 so'm kompensatsiya beriladi. Faqat tasdiqlash kodi kerak deyishadi. Pensioner SMSdagi kodni aytadi. Oradan 5 daqiqa o'tib, kartadagi 1.400.000 so'm boshqa hisobga o'tib ketadi. Keyin u bankka boradi, lekin bank tekshiradi. To'lov SMS kod bilan tasdiqlangan. Demak, amaliyot karta egasining raqamidan tasdiqlangan bo'lib ko'rinadi. Shuning uchun pulni qaytarish uzoq jarayon bo'ladi. Ba'zan esa umuman qaytmasligi ham mumkin. Ikkinchi qoida. Pensiya kartasi bog'langan telefon raqami doim pensionerning yoki ishonchli yaqin qarindoshning nazoratida bo'lishi kerak. Ba'zan pensioner karta ochayotganda telefon raqami sifatida qo'shnisining, nevarasining, tanishining raqamini beradi. Dastlab bu qulay tuyuladi. Men telefon ishlatmayman, xabar o'sha odamga borsin deydi. Lekin keyin muammo chiqadi. Masalan, karta bo'yicha SMSlar begona odamga boradi. Ilovaga kirish uchun kod ham o'sha raqamga tushadi. Karta bilan bog'liq harakatlardan pensioner bexabar qoladi. Agar munosabat buzilsa yoki telefon yo'qolsa, pensiya egasi o'z pulini nazorat qila olmay qolishi mumkin. 3-qoida. Karta muddati tugashiga oldindan e'tibor berish kerak. Har bir kartaning amal qilish muddati bor. Odatda karta yuzasida oy va yil ko'rsatiladi. Masalan, 25, 26 yozilgan bo'lsa, karta 2026-yil may oyigacha amal qiladi. Muddati tugasa, karta orqali to'lov qilish yoki bankomatdan pul yechish muammoga aylanishi mumkin.
pensiya tushaverishi mumkin, lekin kartadan foydalanish cheklanadi. Shuning uchun muddat tugashidan kamida 1 oy oldin bankka murojaat qilib kartani yangilash kerak. 4-qo'yda pensiya tushadigan kartani keraksiz onlayn saytlarga ulash xavfli. Ayrim odamlar internetda sovg'a yutdingiz. Arzon dori, davlatdan yordam puli. Pensionerlar uchun aksiyalar degan e'lonlarga kiradi. U yerda karta raqami, amal qilish muddati va CV kod so'raladi. Ba'zan 1000 so'm to'lov qiling desa ham, aslida karta ma'lumotlarini olib, keyin katta summani yechib olishlari mumkin. Men har doim aytaman. Pensiya kartasi imkon qadar faqat pensiya olish do'konlarida to'lash va ishonchli xizmatlar uchun ishlatilsin. Shubhali saytga hech qachon kiritilmasin. Eng avvalo telefon orqali kelgan xabarlarga tez ishonadigan pensionerlar ehtiyot bo'lishi kerak. Agar odam bankdanmiz desa ishonib qolsa, kod ayting desa aytib yuborsa, karta bloklanadi desa qo'rqib qolsa, u xavf guruhida. Bunday pensionerning farzandlari albatta tushuntirish ishlari olib borishi kerak. Faqat bir marta emas, qayta tushuntirish kerak. Chunki firibgarlar juda ishonarli gapiradi. Ular odamni shoshiltiradi, qo'rqitadi. Hozir aytmasangiz pulingiz kuyadi deb bosim qiladi. Ikkinchi xavf guruhida yolg'iz yashaydigan pensionerlar bor. Ularning yo'nida maslahat beradigan odam bo'lmasligi mumkin. Telefon qilgan odam rasmiy gapirsa, ular ishongan holda kartadagi ma'lumotlarni aytib yuboradi. Bunday holatda farzandlar va qarindoshlar mas'uliyatli bo'lishi kerak. Oyda 1 marta emas, haftada 1 marta hol so'rab, bank kartasi, SMS, qo'ng'iroqlar, pul tushishi haqida gaplashib turish kerak. 3-xavf guruhida bankomatdan foydalanishni yaxshi bilmaydiganlar bor. Masalan, pensioner bankomat oldida turganda yonidagi notanish odam yordam beraymi deydi. Pensioner pin kodini aytadi yoki kodni kiritayotganda yashirmaydi. Keyin karta almashtirib qo'yilishi, kartani olib ketishi yoki hisobdagi pul yechib olinishi mumkin. Yordam kerak bo'lsa, bank filialidagi rasmiy xodimdan so'rash kerak. Ko'chadagi bankomat yonidagi notanish odamga karta berilmaydi. Kim ko'p xavotir olmasligi mumkin. Agar pensioner karta va telefonni nazorat qilsa, pin kodni hech kimga aytmasa, SMS kodni bermasa, bank ilovasini faqat o'zi yoki ishonchli farzandi bilan ishlatsa, kartani shubhali saytlarga kiritmasa, u holda karta orqali pensiya olish ancha qulay va xavfsiz bo'ladi. Ya'ni muammo kartaning o'zida emas, muammo kartadan qanday foydalanishni bilmaslikda. Birinchi misol. Pensioner onaxon har oy 20 million 200 ming so'm pensiya oladi. Pul tushishi bilan doim hammasini bankomatdan yechib uyga olib keladi. Uyda pulni shkafda saqlaydi. Bir kuni qarindoshlar kelib ketadi. Keyin pulning 400 ming so'mi yo'qligi bilinadi. Kim olganini isbotlash qiyin. Agar u pulning bir qismini kartada qoldirib, kerak bo'lganda do'konda karta bilan to'laganda xavf kamaygan bo'lardi. Demak, hamma pulni bir kunda yechib olish har doim ham to'g'ri emas. Ikkinchi misol, pensioner ota har oy pensiya tushishi bilan 800 ming so'mni bankomatdan yechadi. Qolgan 600 ming so'mni kommunal to'lovlar va dorixona uchun kartada qoldiradi. U pin kodni alohida qog'ozga yozmaydi, karta bilan birga saqlamaydi. SMS kodni hech kimga aytmaydi. Farzandi unga faqat rasmiy bank ilovasidan qanday foydalanishni o'rgatgan. Bunday tartibda xavf ancha past bo'ladi. 3-misol. Bir pensioner kartasini o'g'liga beradi. Sen olib kelaver deydi. O'g'li har oy pulni yechadi. Dastlab hammasi yaxshi. Keyin oilaviy kelishmovchilik chiqadi. Pensioner mening pensiyamdan qancha yechilganini bilmayman deydi. Bank ko'chirmasida esa pul bankomatdan yechilgan. Karta va pin o'g'lining qo'lida bo'lgan. Bu yerda huquqiy isbot murakkablashadi. Shuning uchun men har doim aytaman. Kartani boshqa odamga berish juda ehtiyotkorlik bilan bo'lish kerak. Agar haqiqatan yordamchi kerak bo'lsa, hammasi rasmiy ishonchnoma va ochiq hisob-kitob bilan bo'lgani yaxshi. 4-misol, pensionerning eski telefoni yo'qoladi. O'sha raqam kartaga ulangan edi. U telefon yo'qoldi, lekin karta menda-ku deb yuradi. Aslida bu ham xavfli. Chunki SIM karta yoki telefon orqali bank ilovasiga kirish, SMS kodlarini olish imkoniyati paydo bo'lishi mumkin. Telefon yo'qolsa, darhol mobil operatorga borib SIM kartani bloklash yoki tiklash. Keyin bankka xabar berish kerak. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik masalalarga o'tamiz. Birinchi nozik joy, karta bloklanish har doim pul yo'qoldi degani emas. Ba'zan xavfsizlik sababli bank kartani vaqtincha bloklashi mumkin. Masalan, ketma-ket noto'g'ri pin kod kiritilgan bo'lsa, shubhali operatsiya bo'lsa,
karta muddati tugagan bo'lsa yoki bank ichki tekshiruv o'tkazayotgan bo'lsa. Bunday paytda vahima qilmaslik kerak. Bankka pasport yoki ID karta bilan boriladi. Vaziyat aniqlanadi. Kerak bo'lsa karta qayta chiqariladi. Ikkinchi nozik joy, qarzdorlik masalasi. Ayrim holatlarda odamning qarzdorligi bo'lsa, sud hujjatlari yoki ijro tartibi bo'yicha hisob raqamlariga cheklov qo'yilishi mumkin. Pensioneri pensiyam tushdi, lekin yecha olmayapman desa, sabab faqat bankda bo'lmasligi mumkin. Bunday holatda bankdan yozma yoki og'zaki izoh olinadi. Keyin majburiy ijro byurosi yoki tegishli tashkilotga murojaat qilinadi. Lekin bu masalada har bir holat alohida ko'riladi. Chunki pensiya mablag'lariga nisbatan cheklovlar qonunchilikdagi tartiblarga bog'liq bo'ladi. Uchinchi nozik joy, bank komissiyalari. Odatda pensiya tushishi uchun karta ochish va undan foydalanish shartlari bankka qarab farq qilishi mumkin. Ba'zi bankomatlarda naqd pul yechishda komissiya bo'lishi, boshqa bankomatda esa shartlar boshqacha bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner o'z bankining bankomatidan pul yechsa, komissiya olinmasligi mumkin. Boshqa bankomatdan yechsa, ma'lum foiz ushlab qolinishi ehtimoli bor. Shuning uchun bankdan aniq so'rash kerak. Pensiya kartasidan qaysi bankomatda komissiyasi pul yechaman? Bir kunda qancha limit bor? SMS xabarnoma pulimi, karta qayta chiqarish narxi qancha? 4-nozik joy, ishonchnoma. Agar pensioner sog'lig'i sabab bankka bora olmasa yoki pulni o'zi ola olmasa, yaqin odamiga ishonchnoma berishi mumkin. Lekin bu ish og'zaki kelishuv bilan emas, rasmiy tartibda bo'lgani ma'qul. Ishonchnomada kimga, qanday huquq berilayotgani, qancha muddatga berilayotgani aniq yozilishi kerak. Chunki men otamning pulini olaman degan gap bilan otam menga rasmiy vakolat bergan degan gap huquqiy jihatdan bir xil emas. 5-nozik joy. Yashash joyi o'zgarsa, bank va pensiya organlaridagi ma'lumotlar ham yangilanishi kerak bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner bir viloyatdan boshqa viloyatga ko'chib ketdi, telefon raqami o'zgardi, pasport ma'lumotlari yangilandi. Agar bu ma'lumotlar eski holatda qolsa, keyin karta almashtirish, to'lovni aniqlash, hujjat so'rash jarayonida qiyinchilik chiqadi. Men bunday holatda keyin qilaman deb yurmaslikni maslahat beraman. 6-nozik joy. Plastik kartaning o'zi yo'qolsa darhol bloklash kerak. Ba'zi odamlar topilib qolar deb kutadi. Bu juda xavfli. Karta topgan odam PIN kodni bilmasa ham, ayrim hollarda kontaktsiz to'lov, internet to'lovlari yoki boshqa yo'llar bilan zarar yetkazishga urinishi mumkin. Karta yo'qolgan zahoti bankning aloqa markaziga qo'ng'iroq qilinadi, karta bloklanadi, keyin yangi karta chiqariladi. Endi aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, pensiya kartangiz qaysi bankda ochilganini, karta muddati qachon tugashini va unga qaysi telefon raqami ulanganini aniqlang. Buni bilmasangiz, pasport yoki ID karta bilan bank filialiga boring. Bank xodimidan mening pensiya kartamga ulangan telefon raqami qaysi, karta muddati qachon tugaydi, SMS xabarnoma yo'qilganmi deb so'rang. Ikkinchi qadam, PIN kodni xavfsiz saqlang. PIN kodni kartaning ustiga yozmang. Karta solingan g'ilof ichiga qog'oz qilib qo'ymang. Telefon kontaktlariga karta kod deb yozmang. Agar eslab qolish qiyin bo'lsa, ishonchli usul tanlang. Lekin u usul begona odam tushunadigan bo'lmasin. Eng yaxshisi PIN kodni yodlab oling va hech kimga aytmang. Hatto bank xodimiga ham aytmaysiz. 3-qadam, SMS kod bo'yicha oilaviy qoida joriy qiling. O'zingizga va yaqinlaringizga shunday deb qo'ying. Telefonga kelgan kod hech kimga aytilmaydi. Kim bo'lishidan qat'i nazar, bankman desa ham, pensiya bo'limidanman desa ham, qo'shimcha pul beramiz desa ham, karta bloklanadi desa ham, agar rostdan ham muammo bo'lsa, siz o'zingiz bankka qo'ng'iroq qilasiz yoki filialga borasiz. 4-qadam, har oy pensiya tushganini tekshiring. SMS kelmasa, bankomatdan balans ko'rish mumkin. Bank ilovasidan tekshirish mumkin yoki bankka murojaat qilish mumkin. Lekin begona odamga balansimni ko'rib bering deb karta bermang. Agar bankomatdan foydalanishni bilmasangiz, bank ichidagi rasmiy xodimdan yordam so'rang. Bankomat oldida navbatda turgan notanish odamdan yordam so'rash xavfli. 5-qadam. Pulni yechishda ehtiyot bo'ling. Bankomatga borganingizda PIN kodni qo'l bilan berkiting. Atrofga qarang. Kimdir juda yaqin turib olsa, shoshilmang, kutib turing yoki boshqa bankomatga boring. Pul chiqqandan keyin uni darhol sanab, hamyon yoki sumkaga soling. Bankomat yo'lida katta pulni ko'z-ko'z qilib turmang. Ayniqsa pensiya tushadigan kunlari firibgarlar va o'g'rilar bankomat atrofida ko'proq bo'lishi mumkin. 6-qadam,
kartadan qilingan xarajatlarni nazorat qiling. Oyga kamida bir marta bankdan ko'chirma olib ko'ring yoki bank ilovasida operatsiyalarni tekshiring. Masalan, pensiya 1.500.000 so'm tushdi. 700.000 so'm yechildi. 200.000 so'm dorixonaga. 1.000 so'm oziq-ovqat do'koniga ketdi. Qolgan summa mos kelishi kerak. Agar siz qilmagan to'lovni ko'rsangiz, darhol bankka murojaat qiling. 7-qadam, karta yo'qolsa yoki shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, vaqt yo'qotmang. Ertaga boraman. Bir ko'raychi, o'zi qaytib qolar demang. Bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling. Rasmiy raqamni karta orqasidan, bankning rasmiy saytidan yoki bank filialidan oling. İnternetdagi birinchi chiqqan noma'lum raqamga ishonmang, chunki firibgarlar soxta sahifalar ham ochishi mumkin. 8-qadam, agar pensionerning sog'lig'i yomon bo'lsa, oldindan tartibni o'ylab qo'ying. Kim yordam beradi? Qaysi hujjat bilan yordam beradi? Pul qanday nazorat qilinadi? Har oy qancha mablag' doriga, qancha oziq-ovqatga, qancha kommunal to'lovga ketadi? Buni oilada ochiq gaplashish kerak. Chunki pul masalasi nozik. Aniq kelishuv bo'lmasa, keyin kim qancha oldi, nima uchun bunday bo'ldi degan nizolar chiqadi. 9-qadam, bankdan shartlarni yozib oling. Qaysi bankomatlardan komissiyasiz yechish mumkin? Kunlik limit qancha? Karta almashtirish qancha vaqt oladi? Karta muddati tugasa nima bo'ladi? SMS xizmati uchun pul olinadimi? Mobil ilova kerakmi yoki shart emasmi? Bu savollar oddiy ko'rinadi. Lekin aynan shu savollar keyingi muammolarning oldini oladi. 10-qadam, telefoningizni ham himoya qiling, telefonga parol qo'ying, begona ilovalarni o'rnatmang. Kimdir telefon qilib, men aytgan ilovani o'rnating. Pensiya pulingizni tekshiramiz desa rozi bo'lmang. Ayrim firibgarlar masofadan boshqarish ilovalari orqali telefoningizdagi bank ilovasiga kirishga urinadi. Bu juda xavfli. Telefon ham karta kabi himoya qilinishi kerak. Men alohida ta'kidlayman. Pensiya kartasini garovga bermang. Ba'zan odam qarz oladi va kartasini pensiyam tushganda o'zing yechib olasan deb boshqa odamga beradi. Bu juda xato. Karta sizning nomingizda. Operatsiyalar sizning hisobingizda yuradi. Keyin nizoni isbotlash qiyin bo'ladi. Qarz masalasi bo'lsa, uni alohida yozma tartibda hal qilish kerak. Pensiya kartasini qo'l berish to'g'ri emas. Yana bir masala. Pensiya kartasiga begona pul o'tkazmalarini ko'p qabul qilish ham ehtiyotkorlik talab qiladi. Masalan, kimdir kartangizga pul tushirib turay, keyin naqd qilib berasiz desa, rozi bo'lmang. Siz pulning kelib chiqishini bilmaysiz. Keyin shubhali operatsiyalar bo'yicha savollar tug'ilishi mumkin. Pensiya kartasi shaxsiy daromad va kundalik xarajatlar uchun ishlatilgani ma'qul. Agar kartaga pensiya tushmay qolsa, avval sababni aniqlash kerak. Bankka borib pul tushmagan deb so'rang. Bank bizga mablag' kelmagan desa, pensiya tayinlovchi yoki to'lovni yurituvchi tegishli tashkilotga murojaat qilinadi. Ba'zan hujjatdagi o'zgarish, yashash joyi, hisob raqam ma'lumotlari, karta almashtirish yoki texnik uzilish sabab bo'lishi mumkin. Muhimi, vahima qilmasdan bosqichma-bosqich aniqlash kerak. Agar sizga pensiyani oshirib beramiz, bir martalik yordam puli chiqdi, ro'yxatdan o'tmasangiz pul olmay qolasiz degan xabar kelsa, darhol ishonmang. Rasmiy ma'lumotni faqat rasmiy idora, bank filiali, davlat xizmatlari markazi yoki ishonchli rasmiy manbadan tekshiring. Firibgarlar aynan pul beramiz degan gap bilan odamni o'ziga tortadi. Odam foyda ko'raman deb o'ylaydi, lekin oxirida o'z pensiyasidan ayrilishi mumkin. Bugungi asosiy fikr shuki, pensiyani kartaga olish qulay. Lekin xavfsizlik qoidalarini bilmasangiz, xavf ham katta bo'ladi. Karta raqami, PIN kod, SMS kod, telefon raqami, karta muddati, bank komissiyasi, ishonchnoma va bloklash tartibi, bularning hammasini bilish kerak. Men sizga eng muhim qoidani yana bir marta aytaman. Hech kimga SMS kodni aytmang, PIN kodni bermang, kartani begona odamga topshirmang va shubhali qo'ng'iroqlarga ishonmang. Agar karta yo'qolsa, telefon yo'qolsa, shubhali pul yechilsa yoki begona odam karta ma'lumotlarini so'rasa, darhol bankka murojaat qiling. Agar pensiya tushmasa yoki hisob bloklansa, avval bankdan sababini aniqlang, keyin tegishli idoraga boring. Hujjat sifatida pasport yoki ID, karta telefon raqami va kerak bo'lsa bank ko'chirmasini olib boring. Sizningcha pensiyani kartaga olish qulaymi yoki naqd olish yaxshiroqmi? Izohlarda albatta fikringizni yozing. Agar oilangizda pensiya oladigan insonlar bo'lsa, bu videoni ularga yuboring. Like bosing, kanalga obuna bo'ling, chunki men bu yerda oddiy odamlar bilish kerak bo'lgan eng muhim moliyaviy
va huquqiy masalalarni sodda tilda